Davom etamiz. Kishi boshiga keluvchi ko'plab kulfatlarning sababchisi ichkilik hisoblanadi. Navbatdagi lavhamizda so'z boruvchi qo'shtirnoq ichidagi qahramon ham spirtli ichimlik ta'sirida mashina o'g'irlab 2 marta yo'l transport hodisasi sodir etdi va shunga yarasha jazosini oldi. Mavzuni muxbirimiz Islom Nishonov davom ettiradi. Farg'onada mast holatda transport vositasini olib qochgan shaxs xuddi o'sha avtomashinada ketma-ket 2 marta yo'l transport hodisasini sodir etdi. Holat yuzasidan yuritilgan ish shahar sudida ko'rib chiqildi. Sudlanuvchi Qurbonov Farg'ona shahar Al-Xorazmiy mahallasida joylashgan spirtli ichimliklar do'konida Ergashev bilan tanishib qolgan va birga ulfatchilik qilib spirtli ichimlik ichishgan. Shu vaqtda Ergashev do'kondagi boshqa mijozlar bilan tortishib qolganidan foydalangan Qurbonov do'kon oldida ochiq holda qoldirilgan ulfatiga tegishli BYD Song Plus rusumli avtomashinani olib qochgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, mast holda harakatlangan Qurbonov Joydan mahallasidagi chorrahalardan birida qizil chiroqda to'xtab turgan Cobalt rusumli, yana bir chorrahada esa Tracker rusumli avtomashinalar bilan to'qnashuv sodir etib, hodisa joyidan noma'lum tomonga qochib yashiringan. Olib borilgan tezkor qidiruv va surishtiruv harakatlari davomida BYD avtomashinasi topilib, ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirilgan. Sudda sudlanuvchi aybiga iqror bo'lib, ikkinchi guruh nogironi ekanligini, yashab turgan uyini sotib, transport egalariga yetkazilgan zararlarni qoplaganini aytib, yengillik so'ragan. Sud ishdagi yengillashtiruvchi va boshqa jihatlarni inobatga olib, qonuniy hukmni e'lon qildi. Sudlanuvchi Qurbonov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 267-moddasining 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilib, ushbu moddaga asosan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi va jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tashlik belgilandi. Bu voqea mast holatda qilingan qaror qanday qilib bir vaqtning o'zida jinoyat, yo'l transport hodisalari va katta moddiy yo'qotishlarga sabab bo'lishini ko'rsatdi. Xulosa o'zingizdan.